Qaranglar, sizlarga ham aniq, ham sifatli, ham ideal holatdagi, hamda hamma qulayliklarga ega bo'lgan tayyor holatdagi Cobalt mexanik 2015-yilda ishlab chiqarilgan mashinani obzorini qilib o'tamiz. Nima uchun bu mashinani shu darajada maqtadim desangizlar, bu mashin haqiqatan aniq insonning mashini. Bu o'zlarimizning sherikimiz hamda o'zlarimizning hamkasbimizning mashina bo'ladi. Salondan toza mashina kelganligi sababli bu mashinani sotishga qaror qildi. Ham arzon narxda tezroq sotish kerak bu mashinani. Mashinani olg'odam xazat haydaydi. Metan gazlar qo'yilgan, 4 dona bo'sh bolalar qo'yilgan, bosib o'tgan masofasi 130 ming kilometr yurgan. Kraskasi radnoy holatda ustaga olib borib, teshkirtirib keyin savdo qilsanizlar bo'ladi. 4 dona bo'sh boladan balantindan qo'yilgan, ina ko'rishingiz mumkin. Cobalt chaqalamiz biladi. 215-70-14 degan variantindagidan qo'yilgan. Bo'shqina bo'lib xazat haydab yuraverasizlar. Salon qismini ko'rsam, salon qismlari ham chexollarni ham yaxshisidan qo'ygan, o'zi kepina, havasini xazat haydab yurgan mashina. Maytofonlarnacha o'zgartirilgan, rullarnacha o'zgartirilgan. Xullas mashinani olish kerak, haydash kerak. To'g'rimi do'stlar? Narxini ham shikant narxda qilib beramiz, video davomida aytamiz. Orqa tarafini ham ko'rsamiz. Orqa tarafidan yana qo'shimcha kolonkalar ham qo'yilgan. Kenworth originalidan qo'yilgan, podelkasi emas. Ustaga borib keyin savdo qilsanizlar bo'ladi. Narxidan keladigan bo'lsak, narxini 95 million so'm aytamiz, ustuna qaytib kelishib beriladi. Mashinamiz Ruslan avtosavdoda turadi, bemalol kelaveringlar. 24 soat xizmatdamiz.